Assalomu alaykum hamma obunachilarga. Ro'za Ramazon oylari bilan hammani tabriklab qolamiz. Ro'za tutgan aka-ukalarimizga omad, sabr, toqat tilaymiz, kuch-quvvat tilaymiz. Musofirdagilarga alangali salom. Bu videomiz bugungi sana bilan 03.03.2025-yil sana bilan videomizni boshladik. Videomizda xatoliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz bitta like bosib obuna bo'lib qo'yamiz. Ko'rib turganingiz Qarshi vokzaldamiz. Bugun yangilikamiz bo'lsa aytib o'taman hozir. Osh markazi ochilgan. Osh markazini egasi Jo'rabek akamiz. Vokzaldan keyin o'ng tomonga qarab kelgandan keyin tomonga qarab vokzalga kelgandan keyin 100 metr yurasizlar osh markazi bor. Videoni oxirigacha o'tkazmay ko'ramiz. Bizdan uzoqlashmaymiz. Hammaga omad tilaymiz. Musofirdagilarga alangali salom, like, podpisa qilamiz. Bo'lmasa ketdi. Hurmatli obunachilarimiz, vokzaldan shunday kelgandan keyin 100 metr o'ngga tashlagandan keyin osh markazidan bu yoqda hech qanday piyoda kelsangiz ham bo'ladi, hech qancha uzoq emas, 100 metr atiga. Bu osh markazi 150 o'ringa moslashtirilgan. Bonuslari bor. Osh yesangiz, noni, choyi besplatni salatlari bilan. Bemalol choyni ichib, osh yeb bemalol ketaverasizlar. Bo'lmasa videoni kuzatishda davom etamiz. Biz qo'ldan kelgancha video qilib beramiz. Videomizda xatolar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Kommentariyaga lokatsiyasini qo'yib qo'yaman. Bemalol kelaverasizlar. Mehmonlarimiz boshqa viloyatdan kelayotganlar bo'lsa. Bo'lmasa ketdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Hechkim sog'lik yaxshimi? Mana shu osh markazini egalari mana shu bo'ladi. Qachon ish boshlaydi nasibisi? Ertadan. Ertadan, ha? Men boyna video davomida aytib o'tdim. Osh kelsa, noni, choyi bepul, ha? Taksilarga vobshin choy bepul. Taksilarga vobshi kelsangiz choy bepul ekan. Istaganlarga ham kelaversin. Istaganlarga qo'rqmay, issiqqina joy, yozda salqingina. Hamma usullari bor. Ko'rsatinglar aynan atroflarni, mashina qo'yadigan joylar, udobli joylar bor. Unda rasm tushirib ketmaydi, bunaqa joy emas. Hammasi Hammasi joyida. Bo'lmasa, ha. Joyni ko'rsatinglar. Joydan ko'rsatib sekingina. Bepoyon joylar bor. To'g'ri. Biz uzoqlashmaymiz, like, podpisa qilamiz. Ketdik. Mana osh markazini ichkari holatdan video qilamiz qo'ldan kelgancha. Qanaqa holatda bo'lgan. Bu oshxona tomon, qozon o'choq. Sho'rolarimiz bo'lyapti. 150 o'ringa egalik, 100 o'ringa ega joyimiz joylashgan. Videomizda xatoliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Kommentariyaga qayerdan ko'rsangiz videomizni omadsiz yozib qo'ying. Adresidan. Mana bu yerda 3 ta kabinamiz bor. 3 ta xonamiz bor, kabinetlarimiz. Bugun iftorlik bo'lyapti. Birinchi kun ochish marosimiga ro'zadorlarni kutamiz, nasibsi kelishadi iftorlikka. Mana bunisi ikkinchi, mana uchinchi xonalarimiz, kabinalarimiz. Mana oldimga kelib yomon gapirma deydi. Haqiqatni aytaman-da, bu. Hozir qani hozirga boraysizlar? Oshdan qaytdimi? 2 kishi rivoyat turib. Yangam piyola yo'qmi?